o'zimizda hech qaysi do'konda yo'q paltoni olib keldim. Bu fasonimiz juda ham nozik ishlangan. Boshqa hech kimda uchratmaysizlar. Yana atigi 5 dona 4 xil rangidan kelgan. L razmerda, stili oversize, tashabroq turadi. Shu paltoni bir ko'rganimda o'zim juda ham sevdim, lekin zakaz qilishga juda ham ikkilandim. Sababi bunaqa fasondagi paltoni bizada kiyisharmikin, olib kelsam sotib olarmikinman deb ko'p o'yladim. Lekin baribir fasoni juda ham yoqqanligi uchun zakaz qildim va hech ham afsuslanmadim. O'zimga juda ham yoqdi. Qishni iliq kunlari va bahor salqin kunlari uchun juda ham ideal bu kiyimimiz. Shuningdek, har qanaqangi obrazga moslashtirib kiysangiz bo'ladi. 1 kunlik bayram uchun balon so'mga kiyim olib, keyin uni qayerga kiydirishni bilmayman, shkafda chang bosib yotadimi deb nima kiyim olishni bilmay o'tirgan onajonlarimiz, siz uchun ajoyib 2 xil variantimiz bor. Oq ko'ylakchamiz vodolaskasi bilan birgalikda, shuningdek bantikchali aksessuari bilan juda ham bejirim ishlangan va troykamiz bor. Jaket, yubka va vodolaska va uning ham yurakchali aksessuari bor. Juda ham sifati yuqori darajada, qalingina, qish va bahor salqin kunlari uchun mo'ljallangan. Bu kiyimchalarimizni har kunlikka va biror bayram tadbirlar uchun ham bemalol chiroyli qilib kiygizib borsangiz bo'ladi.